Assalomu alaykum dehqon akalarimizga. Mana yangi stanogimiz tayyor bo'ldi. Bu silos apparat. Har xil shakldagi barglarni terib qo'yganmiz. Bu stanogimiz barglarni har xil shakllarga bo'lib beradi. Aytgancha videoning oxirida mana bu barglar qaysi daraxtni bargi ekanligini yozib ketishni unutmang. Birinchi bo'lib topgan 3 ta odamga oxirida sovg'a bor. Yo'q, hazillashdim. Vah! Xullas bitta otaxon bir kuni baliq oviga chiqibdi. Qarmoq tashlab o'tirsa, baliq ilinibdi. Tortibdi, qarasa tilla baliq. Haligi tilla baliq otaxonga qarab, "Otaxon, meni qo'yib yuboring, xohlagan tilagingizni bajo keltiraman" debdi. Otaxon indamasdan suv to'la chelakka baliqni solib uyiga ketibdi. Shunda ham baliq to'xtamasdan otaxonga nola qilishni boshlab, "Otaxon, meni qo'yib yuboring, istasangiz ko'ldagi barcha baliqlarni sizga beraman" debdi. Otaxon bu gapga ham parvo qilmabdi. Baliqni taxtakashning ustiga qo'yib, kallasini sapchada uzib tashladi. Aslida esa otaxon kar edi. Ha, ustakalar, bargni ham maydalab oldik. Xudo xolasa mana xohlagan shakllaringda chiqarib beradi. Endi hazil-huzul yig'ishtiramiz akalar, endi tunikani kesib ko'ramiz. Bu palma fasonda nayza lentasiga kesib beradigan apparati. So'zlanib baho berib qo'yasizlar, chotki. Ustakalar, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib olasizlar.